Assalomu alaykum azizlarim. Bizda biroz tanaffusdan so'ng yana ayol rivoji loyihasi. Biz ushbu kichkinagina loyihamiz orqali ayollarning tibbiy, psixologik madaniyatini rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shishni niyat qilganmiz. Albatta mening soham tibbiyot bo'lganligi sababli bizda tibbiyot sohasiga oid siz uchun kerakli podkastlarimiz albatta ko'proq bo'ladi. Va bugun bizning birinchi ilk mehmonimiz xalq sevgan, siz suygan pediatr shifokor, demak Kabulov Beksodbek Maqsudovich mehmonimiz bo'lyaptilar. Beksodbek, rahmat sizga taklifimizni qabul qilganingiz uchun. Endi biz baribir birinchi navbatda Xorazm xalqini tibbiy madaniyatini rivojlantirmoqchimiz, shuning uchun suhbatimizni Shevada davom qildiramiz. Demak, Beksodbek, xush kelibsiz. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun minnatdormiz. Assalomu alaykum. Siz ham katta rahmat. Shu xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan loyihangizga taklif etganingiz uchun katta rahmat aytaman. Rahmat sizga. Demak, bizning bugungi mavzumiz emlash haqida. Shu emlash haqida xalqimizda ko'p yechilmay qolgan savollar ko'pdan. Emlash o'zi kerakmi? Nechun bizda majburiy emlash qilinadi? O'zbekistonda ommaviy emlash qilinadi degan savollar e'lon qilganimda ko'p kelgan va hozir birinchi savolni shundan boshlasak. Emlash masalan, o'sha bizda roddomdan boshlanadi. 2 oylikda esa sal og'irroq bo'lgan прививкamiz, ya'ni emlash qilinadi bolajonlara. Bu chet el tajribasida qanaqa ekan? Yoki faqat O'zbekistondami bu majburiy emlash yoki chet elda ham shundaymi? Rahmat savol uchun. Immunizatsiya bu organizmda shu infeksion kasalliklarni kamaytirishga yoki butunlay bartaraf etishga qaratilgan narsa. Bu aholini, chaqaloqlarni, erta yoshdagi bolalarni sog'lomlashtirishga, ham aqlan, ham jismonan rivojlantirishga, aholini sog'lomlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlardan biri hisoblanadi. Bu chet el tajribasidan ham deyarli bizlarkidan farq etmaydi. Chunki men o'zimni o'rtoqlarim chet davlatlarda yashaganlar, o'zlarining farzandlarini xuddi bizlarkining прививкalarini, ya'ni emlashlarni o'z farzandlarini olganlar. Demak, shu bizanikining erta paytda olmadi, 2 oylikda tug'ilgandan boshlab. Tug'ilgandan boshlab emlashlarni qabul etganlar. Ha, bo'ldi. Endi bizda yana savol, ikkinchi savolimiz demak shundan iboratki, demak 2 oylik chaqaloqni onajonimiz poliklinikaga olib boradi emlash uchun. Nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, men o'zim birinchi farzandimda emlash yaxshi o'tishi uchun kalsiy glyukonat tabletkani bir kun oldin yarimtadan chaqaloqqa berib borish kerak degan gapni eshitganman va shunday qilganman, endi tushunmasdan. Bu qanchalik to'g'ri? Bu narsa xato. Sababi to'g'ridan-to'g'ri ota-onaning o'zi tibbiy bilimiga ega bo'lmagan baribir inson kimnidir gapi yoki kimdir ko'rsatmasina, vrach bo'lmagan insonni ko'rsatmasina binoan qandaydir dori-darmon mahsulotlarini ichkizib emlashlar olib borish bu narsa xato. Sababi dori-darmonlar ichirib borgandan keyin baribir oilaviy poliklinika vrachi, ya'ni shifokori, pediatri yoki boshqa mutaxassis ko'rilgan paytda bunday holatlar kuzatilmagan bo'lishi mumkin bolani o'zida. Lekin emlashni olgandan keyin emlashni emas, balkim ana shu ichiriladigan dori-darmonni nojo'ya ta'siridan bolada o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun прививка, ya'ni emlashlar olib boradigan ota-onalar ortiqcha narsalar qilmasdan faqat shu tibbiy ko'rikdan o'tadigan mutaxassisni so'zlarini quloq solib holatda emlashlarni qabul etishlari kerak. Emlashdan oldin va keyin. Endi emlash qilindi bolaga. Keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Uyga kelgandan keyin. Emlashlarni qabul etgan bolalar, demak, tibbiyot mutaxassisi, vrach emlashga ko'rsatma bergandan keyin emlashni ota-ona farzandini olgandan keyin e'tibor berish kerak. Birinchi navbatda temperaturasini kuzatib turishi kerak. Temperatura agar 37,5 dan 38 ga chiqadigan bo'lsa, bu normal holat bo'lmaydi. Dastlabki birinchi, ikkinchi sutkacha shunday holatlar kuzatilishi boshlasa, biror bir tibbiyotning o'zini yaqin atrofdagi tibbiyot muassasasidan olib borib vrachga ko'rsatishi kerak. Bundan tashqari bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, masalan, bolaga qo'shimcha ovqatlantirish emlashdan keyin vrachdan tavsiya etib olish mumkin. Mana farzandim mana shu oylikqa o'tdi,
men qo'shimcha ovqatlarni berishim mumkinmi? Emlash o'tkazilgandan keyin kamida 3 sutkagacha yoki 5 sutkagacha qo'shimcha ovqatlarni bermasligi kerak. Dastlab avval bermagan bo'lsa. Ha. Bu narsa Shu paytda boshlamaslik kerak, emlashni olgan vaqtida boshlamaslik kerak. Keyin emlash olingan dastlabki 1-2 sutkasida bolalarni cho'miltirmaslik kerak. Yuntirmaslik kerak. Shu paytda aytib beradi. Bundan tashqari qilinadigan narsa ommaviy tadbirlari yoki odam ko'p yig'iladigan joyga, odamlar to'planadigan yerlarga olib bormaslik kerak. Shu narsalarga e'tibor etishlari kerak bo'ladi. Og'riq qoldiradigan siroplarni-chi bersa o'zlari. Bo'lishi mumkin bolalarda bo'lsa, bezg'alik kuzatilsa, temperatura oshsa, shunday holatlarda suycha ko'rinishidagi narsalarni yoki sirop ko'rinishidagi temperatura tushiruvchi yoki og'riq qoldiruvchi dorilarni qabul qilishi mumkin yoki berishi mumkin. Keyin shu son sohasiga qilinadi hozir emlashlarimiz. Og'riq, shish kuzatilgan holatlardachi. Og'riq bo'lishi mumkin. Prefikalarni olgan vaqtida, emlashlarni olgan vaqtimizda bo'lishi mumkin. Ko'pincha son sohasini akademiyasini pentavalentli, penta 1, penta 2, penta 3 lar qilinadi. Sonning oldingi sohasida qilinadi. Bu holatlarda yoki pnevmada qilingan vaqtida bo'lishi mumkin tabiiy holatda. 3 kungacha, 5 kungacha normal holatda shishlar paydo bo'lishi mumkin, chunki yuborilgan infiltrat shunday holatda olib kelish tabiiy holat. Tushunarli. Endi qarang, yana bir qiziqarli savol bor bizada. Emlashdan keyin ba'zan isitma chiqadi ayrim bolalarda, ba'zan isitma chiqmasligi ham mumkin. Bu o'sha emlash bolaga ta'sir qilmadi deganimi degan savol kelibdi. Yo'q, bu narsa har kim organizmi individual, har kim organizmi o'zi bir yaxlit sistema. Bu narsa asos bo'lmaydi. Immun tizimi hosil qilganligi, qilmaganligini asos bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Shu men o'zimning 3-farzandimdan shunday bo'lgandan chiqmagan. Katta farzandlarimda juda isitma bilan og'ir o'tgan, bunda chiqmagan. Endi bu yaqinda suvchechak bo'ldi, ko'rsangiz, bundan chiqmadi. Toshib ketdi, lekin oldindan temperatura bo'lgani yo'q va 2 kunda yaxshi bo'ldi. Bu navda immunitet yaxshiligidan darak beradi. Balkim bo'lishi mumkin. Immun tizimini o'zina xos tuzilishi hisobiga bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Biz demak shuning xalqimizdan kelgan savollar asosida olib boryapmiz. Hozirgi efirimizni sizlarga qiziqarli bo'lishi uchun qisqa va lo'nda savollarga javob berishda demak davom qilamiz. Demak, meni keyingi savolim emlashga qarshi ko'rsatmalar qaysi holatlarda emlash taqiqlanadi? Masalan, savollar endi har xil kasallikniki ko'p. Masalan, shamollashdan tortib yurak nuqsonlarinicha, gemangioma holatlarinicha qanday? Demak, shamollashdan boshlaymiz. Shamollashdan ichik, masalan, oddiyroq shamollash, burun oqish, bo'lishi mumkin. Bu bolalarda bo'lishi mumkin, aks urish. Yengil shamollash belgilari. Yengil shamollash, burun oqishi, aks urish, ko'z yoshlanishi, shunday holatlar bo'lishi mumkin. Bu yengil daraja. Buni narsa prefkal maskaga asos bo'lmaydi. Lekin o'tkir respirator kasalliklarda, bronxitlarda, bronxopnevmoniya, yo'tal yuqori isitmali holatlar bo'ladigan bo'lsa, buni vrach nazorat olishi kerak. Shu bemorni yoki bolajonni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirgandan keyin, bolani holati normallashgandan keyin olishi mumkin. Bu vaqtinchalik ko'rsatma bo'ladi, olmaslik, lekin bu doimiy olmaydi degani emas. Tuzalgandan keyin olishi mumkin bo'ladi. Vaqtincha o'zi bolalarda kuzatilishi mumkin bo'lgan ko'rsatmalar va qarshi ko'rsatmalar vaqtinchalik olmasligi kerak. Demak, shunday shamollash, o'tkir respirator kasalligining yallanishi bo'lishi mumkin, yiring yallash jarayonlari bo'lishi mumkin, yo operatsiyadan keyingi holatlar bo'lishi mumkin. Bular vaqtinchalik holat bo'ladi yoki perinatal ensefalopatiya, zararlanishni, ya'ni kamayish davri, tuzalish davri bo'lishi mumkin. Bolalarda ko'pgina aytadi, cherepniy dalinasi bor bolamni, men prefka olishim kerakmi deydi. Buni cherepniy dalina degan masalan o'zi bolada bezg'alik, to'xtovsiz yig'i, boshqa kuzatiladigan bolalarda nevropatolog asosida ko'rsatmasi asosida chora-tadbirlar qilinadi. Bolaning holati normallashgandan keyin, yaxshilashgandan keyin prefkani olaveradi bemalol. Bu vaqtinchalik qarshi ko'rsatma bo'ladi. Lekin nevrologik buzilishi bo'lgan bolalar nevrologik o'zgarishni kuchayishi, ya'ni
to'xtovsiz yig'ini battar ortishi yoki boshqa nevrologik kasalliklari qo'shiladigan bo'lsa, bir necha holatlarda vaqtinchalik absolyut ko'rsatma bo'ladi emlashlarni cheklashga. Unda masalan turli xil nevrologik kasalliklar bor-ku, masalan DTSP bor, serebral falajlik kasalligi, keyin yana qanday nevrologik, masalan tutqanoq kasalligi bo'lishi mumkin. Tutqanoq kasalligi, nevrologik falaj, undan tashqari Down sindrom bo'lishi mumkin. Bu kasalliklar emlashga qarshi ko'rsatma bo'lmaydi. Emlashga qarshi ko'rsatma bo'lmaydi. Barqaror bu kasalliklar vaqtinchalik kasallik emas, uzoq muddat, ya'ni barqaror nevrologik kasalliklar hisoblanadi. Nevrologik falajlik, Down sindromi siz aytganingiz. Bu narsa emlashni umuman olmaslikka ko'rsatma bo'lmaydi. Agar bizlar biladigan temperaturamiz, boshqa holatlar, o'zini bolani boshqa bizda aytmaydigan holatlar bo'lsa, u kasallikdan tashqari yondosh kasalliklar bo'lmasa, hayotini xavf soluvchi kasalliklar bo'lmasa, demak, bola bemalol privkalarni olaveradilar. Tushunarli. Keyin yurak tug'ma nuqsonlari. Keyin gemangioma holatlaridan shunday savol oqshomga gemangioma bor farzandimda, bu qarshi ko'rsatmami degan. Yurak tug'ma nuqsonlari bo'lgan bolalar ham qarshi ko'rsatma bo'lmaydi. Bemalol olishlari mumkin bo'ladi. Emlashlarini o'z oyna moslangan emlashlarni olaveradilar, davom etaveradilar. Keyin gemangioma masalasi. Gemangiomani baribir oilaviy shifokor bu narsani birgina o'zi hal qila olmaydi. Mutaxassislar, onkogematologlar yoki onkologlar bilan maslahatlashgan holatda privkalarga emlashlarga ruxsat berishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli. Keyin yana bir kasallik bor. Endi shuni ham aytib o'tmasam bo'lmaydi. Bolani ichi ko'k kelganda, ya'ni ichakda turli xil disbakterioz holatlarida emlash olishga qanday qaraysiz? Bu savolingiz ham shunday. Agar bolani o'zini yeshnoq bezda aytmasa, hech narsa bezda aytmasa, tana harorati ko'tarilmasa, ichi to'xtovsiz ketmasa, kunlik normada 1-2 marta chiqadigan bo'lsa, yashil chiqishi bu normal holat. Bolani axlatni yashil chiqishi bu har doim kasallik hisoblanmaydi. Chunki hozirgi kunda bu bizlar onalar hammasi ham o'zi ona suti bilan bolasini oziqlantirmaydi, kattaytirmaydi. Har xil aralashmalar, smeslar beriladi. Bo'lishi mumkin organizmda shu berib turgan qo'shimcha oziqa moddani, qo'shimcha smeslarning tarkibidagi qaysidir moddalarni yaxshi o'zlashtira olmaslik bu hisobna bo'lishi mumkin bo'ladi. Lekin faqatgina birgina axlatning yashil chiqishi emlashlarni to'xtatishiga ko'rsatma bo'lmaydi. Qo'shimcha yondosh kasalliklar ham bo'lishi kerak, yondosh simptomlar ham bo'lishi kerak buni qarshi ko'rsatma uchun. Temperatura bo'lishi kerak, to'xtovsiz ich ketish bo'lishi kerak, yoki qayd kuzatilsa, yoki tanasida har xil shu holatdagi toshma yoki boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, bular to'xtatishga ko'rsatma bo'lishi mumkin. Agar ichi ko'k bo'lib, lekin bolada bezovtalik bo'lmasa, demoqchisiz. Demak, bezovtalik bo'lmasa, bemalol olishlari mumkin bo'ladi. Demak, biz emlashga qarshi ko'rsatmalarni sanasak, haqiqiy qarshi ko'rsatma shu holatda mumkin emas dedingiz. Endi shu holatda mumkin emas bo'lgan narsalarimiz birinchi dastlabki o'zi vaksinani olgandan keyin shu vaksinaga nisbatan allergik jarayon kuzatilsa, yuqori allergik jarayon kuzatilsa, demak shu emlashimiz keyingi safar o'tkazilmasligi kerak. Absolyut ko'rsatma. Birinchi safar allergik reaksiya bo'lsa. Keyingisi tirik vaksina o'tkazilgan vaqtida immunotanqislik holatlari bo'lsa, yoki o'sma yoki o'sma oldi kasalliklar holatlari bo'lsa, bo'lishi mumkin yoki homiladorlik bo'lsa. Ko'rsatma bo'la oladi homiladorlik vaqtida. O'zi belgilangan narsa. Masalan, shifoxonalarda qilinadigan BCG vaksinasi. BCG vaksinasini o'zi ko'rsatmasi bo'ladi. Demak, tana massasi 2 kilogramdan yuqori bo'lgan bolalarga qilinishi kerak bo'ladi. Bu BCG vaksinasi, misol uchun BCG vaksinasi 2 kilogramdan past bo'lgan bolalarga qilinmasligi yoki dastlabki vaksinadan keyin qolgan keloidli chandiqlar bo'lsa, yoki bo'lishi mumkin tug'ruq vaqtidagi bosh miya jarohatlaridan keyin bu vaksinalar qilinmaydi, qarshi ko'rsatma bo'ladi, lekin bular ham vaqtinchalik bo'ladi. Qarshi ko'rsatma bo'ladi.
Undan tashqari virusli gepatitga qarshi ko'rsatma bu ham tana massasining yetmasligi. Virusli gepatitga qarshi qilinadi uni. Bu yangi tug'ilgan vaqtida qilinadi uni. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qilinadigan vaksina. Bu ham tana massasi yetmaganligi uchun qilinmasligi kerak ekan. Mumkin yoki ovqat mahsulotlaridan qo'shiladigan achitqalarga nisbatan ota-onani allergiyaligi bo'lishi mumkin. Shunday vaqtlarda qilmasga ko'rsatma bo'ladi. Shu borada yana shunga o'xshash savol bor ekan. Hozir shunga ham javob bo'lib ketdi. Demak, erta tug'ilgan, ya'ni muddatidan oldin tug'ilgan yoki muddatidan keyin tug'ilgan bolajonlari emlash qay tartibda qilinadimi degan savol bor edi. Qilinadi. Bu ham ko'rsatmasi bo'ladi. Vaqtidan, muddatdan oldin tug'ilish yoki kech tug'il, muddatdan kechikib tug'ilish buning ahamiyati yo'q. Asosiy tana massasi belgilangan ko'rsatkichlarga javob beradigan bo'lsa va bolaning salomatligiga javob beradigan bo'lsa, demak emlashda o'tkaziladi. Demak, tana vaznini bog'liq. Tana vazni va bolaning holatiga bog'liq. Bolaning holatiga bog'liq bo'lgan narsa. Emlashda o'tkaziladi. Bizda yana shunday savol bor. 2 oylik chaqaloqqa demak pentavalentni emlash, ya'ni AKDS qilingan. O'zi bolada oldindan bezovtalik bo'lgan, keyin emlashdan keyin bezovtalik yanada ortib ketgan. O'zi AKDS bu qaysi kasalliklarga ekanligini yana bir bor aytib ketsangiz shuni. Bu AKDS vaksinasi o'zini tarkibini kiritadi. Ko'kyo'tal, qoqshol, bo'g'ma kabi kasalliklarga qarshi vaksina hisoblanadi. Bu AKDS vaksinasi qachon qilinmaydi? Kuchayib boruvchi nevrologik buzilishlarda qilinmaydi. Buni emlashga borgan vaqtida baribir yig'iladigan so'rab surishtiruv anamnezi orqali bilinadi va nevropatolog mutaxassisga jo'natilib, agar nevropatolog bu ko'rsatma bo'la olmaydi emlashga deb buyuradigan bo'lsa, bemalol olinadi. Lekin agar kuchayib boruvchi, zo'rayib boruvchi nevrologik buzilishlar bo'lib turgan bo'lsa chaqaloqimizda, demak bu AKDS vaksinasi buyurilmasligi ko'rsatma hisoblanadi. Nevrologik buzilishlar ya'ni kamaygandan keyin, qilingandan keyin olaveradi. Bu vaqtinchalik ko'rsatma hisoblanadi. Tushunarli, rahmat. Keyingi yana bir qiziqarli savolimiz bizda demak sariqlik. Chaqaloqlarda kuzatiladigan sariqlik. Hozirgi kunda ko'pchilik chaqaloqlarimizda kuzatilyapti sariqlik, to'g'rimi? Bekzod qabulingizga ham kelsa kerak shunday bemorlarimiz. Bizlar qabulimiz ham ko'pgina bemorlar keladi. Bu sariqlik bo'yicha. Bu sariqlik o'zi fiziologik va patologik jarayonlar bo'linadi. Uni ham biza 14 kundan 21 kungacha hisoblaymiz. Ya'ni o'z vaqtida tug'ilgan chaqaloqlarda 14 kungacha fiziologik holat bo'ladi. Muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda 21 kungacha bu holat kuzatilishi mumkin. Undan ortgan jarayon, undan 21 kundan oshib ketsa, demak biz patologik jarayon hisoblaymiz va sariqlik davolash kerak. Sariqlikni davolashimiz kerak bo'ladi. Shu holatda emlash olishga qanday qaraysiz? Masalan, 2 oylik chaqaloqda hali ham sariqlik ketmagan. Sariqlik ketmagan bo'lsa, bunday holatlarda emlash ko'rsatma hisoblanmaydi. Chunki sariqlik bu organizmda shu bilirubin miqdorining ortib ketganligi bilan kuzatiladigan jarayon. Bolalarda nojo'ya ta'siri bo'lishi mumkin, bilirubin ensefalopatiya bo'lishi mumkin. Uni darajasi masalan ensefalopatiyadan keyin nevrologik falajlik yoki boshqa holatlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun birinchi emlashdan oldin bolani sariqligini davolaymiz va shu oy keyin oyna mos ravishda emlashni davom ettirib ketaveramiz. Sariqlik bartaraf etilgandan keyin demak. Bartaraf etilgandan keyingina emlashni olishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Chunki bu ertaga hayotini nojo'ya ta'sirlar qilishi mumkin bo'lgan holat bo'ladi. Sariqlikni o'zi alohida bir tema mavzu, ya'ni sizni yana studiyamizga taklif qilamiz sariqlik haqida batafsil gapirib berishingiz uchun. Xudo xolasa. Bizda yana bir qiziqarli savol bor. Mana hozirgi kunda majburiy bo'lmagan pullik vaksinalar ham bor. Shu gripp mavsumi kelganda, o'tkir respirator kasalliklar mavsumi kelganda qilinadigan gripp demak vaksinalari, keyin gepatitga qarshi vaksinalar. Navda bo'lasiz. Qanday qaraysiz bunday vaksinalar olish kerakmi yoki majburiy emasmi? Bu narsalarni imkoniyat darajasida olish kerak, chunki inson salomatligi birinchi o'rinda turadigan narsa. Hozir maktabgacha ta'lim muassasalarini o'zida buni chora-tadbir sifatida aholini, ya'ni
yosh yetishga turgan farzandlarimizni sog'lomlashtirish uchun emlash olib borilyapti. Undan tashqari pullik bo'lgan grippga qarshi vaksinalar tashkillashtirilgan. Bularni ham qabul qilsa, inson salomatligi yaxshi bo'ladi. Undan tashqari faqat emlashga bog'liq bo'lib qolmagan holatda organizm salomatligi uchun vitaminlar, immunitetni ko'tarish uchun boshqa chora-tadbirlar oshirish uchun vitamin kompleks mahsulotlarni qabul qilish, sog'lom turmush tarzini rioya etish, zararli odatlarni yoki zararli mahsulotlarni cheklash bilan erishish mumkin. Faqatgina vaksinaga ishonib qolmaslik kerak demoqchisiz. Rahmat katta. Endi yana shunday bir qiziqarli savol bor. Meni o'zimni bir tanishim bor va o'sha tanishimni farzandlari emlashdan keyin DTSP, ya'ni serebral falajlik kasalligiga yo'liqqan meni bolam. Shundan keyin o'ng tarafida qo'li va oyog'i yaxshi ishlamaydigan bo'lib qolgan va bu aynan emlashni ta'siri deb o'ylaydilar. Shu o'ylashlari to'g'rimi yoki bu boshqa narsadanmi? Emlashdan keyingi serebral falajlik bu bo'lish mumkin bo'lmagan narsa bo'lmaydi. Ya'ni emlash ma'lum bir sohaga qilinsa, masalan, son sohasida qilinsa yoki yelka sohasida qilinsa, bu o'sha sohada joylashgan nervni zararlashi mumkin. Nari borsa. Bosh miyaga ta'sir qiladi. Lekin bosh miyaga ta'sir qilishi yoki nojo'ya ta'sirlari aniqlanmagan. Shuning uchun men iltimos etaman va so'rayman, unday holatlarda vrach tavsiyasini ko'rish kerak, lekin bu narsani emlashdan ko'rmaslik kerak. Demak, emlashgacha bo'lgan muddatda nodir tekshiruv yoki boshqa narsalar xato amalga oshirilgan bo'lishi mumkin, lekin emlashda bunday holat bo'lmaydi. Bunday holat kuzatilmaydi. Yo'q. Chunki ko'pgina insonlar emlashlarni oladi, lekin hammada ham bunday holat kuzatilmaydi. Milliontadan bir insonda bo'lishi mumkin bunday holat, lekin bu privka asos bo'lmaydi. Demak, privkagacha bo'lgan muddatda nodir xatoliklar bo'lgan bo'lishi mumkin yoki boshqa holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu emlashning asorati hisoblanmaydi. Ketgan bu. Tushunarli. Shuning uchun biz ko'proq tavsiya etamiz, shu emlashdan keyin yangi mahsulotlarni qo'shma yoki boshqa narsalar qilma. Dorilar, boshqa dori o'zing bilmagan holatda mumkin bo'lmagan dori-darmonlarni maslahatsiz ichirma. Shu gapdan aytamiz. Emlashni olgandan keyin bu narsani emlashdan ko'rmaslik uchun. Emlashdan ko'rishi mumkin shu vaqtda. Keyin men o'zim kuzatgan yana bir hodisam, bugun vrach shifokorning oldiga keladi, chaqaloqni olib keladi. Vrach ko'rsatadi. Dan privkani emlashni olmasdan turib, ertaga olaman, ishi tig'iz bo'lganligi uchun ertaga olaman deb chiqib ketadi. Shu kuni bolasiga noto'g'ri ovqatlar berib qo'yadi. Ertasiga kelib, lekin uni shu kuni sezmaydi. Ertasiga kelib privka emlashni olgandan keyin bo'lgan holatda bolada nojo'ya ta'sirlar kuzatiladi. Buni emlashdan da bo'ladi, lekin bu narsa xato. Tushunarli. Demak, endi yana bir qiziqarli savol, o'zimning savolim qarang. Masalan, emlash qilinyapti 6 oylik, masalan 6 oylik bolaga 6 oylik bola bo'lishi mumkin 5 kilogramm vaznda bo'lishi mumkin, u 8 kilogramm vaznda ham bo'lishi mumkin. Masalan, o'zimning farzandlarim har doim oyiga nisbatan ozg'in bo'lib yurgan, kichkina vaznda bo'lgan. Shu qanday qilinadi ular? Masalan, 5 kilogramm vazndagi ham shu dozada, 8 kilogramm vazndagi bolaga ham shu dozada qilinadimi? Yo'qsa, bu emlashlar vaqtida emlashlar oylikka nisbatan qilinadi. Bolalarni o'sish ko'rsatkich darajalari bo'ladi. Mana shu kilogrammdan normada sog'lom bola mana shu kilogrammgacha bo'lishi kerak degan tushuncha bor. Agar shu ko'rsatkichlar ham mos keladigan bo'lsa, bu vaksinalar o'zi belgilangan tartibda milligrammda bir xil dozada qilinadi. Keyin bizada shunday hatto tushuncha bor, ko'pgina insonlarda meni farzandim ozg'in, nimjon, sen qanday semirtirsam ekan? Shatib semirtirsam ekan degan tushuncha bor. Yo'q, agar bolaning o'zida hech qanday bezorilik bo'lmasa, holati yaxshi bo'lsa, harakatlari aktiv bo'ladigan bo'lsa, bu normal holat.
Uncha bolalarda. Buning uchun siqilish bolani kerakmidi? vazn oldirish, ortiqcha vazn yig'ish shart Hech emas. kerakmidi? Kerak yo'q. Shu biza dedim Eng juda dolzarb dolzarb bir savollardan biri onajonlarimizda mani bolam vazni juda ham kichkina. Bugun ham shunday savol bor edi shekilli menimcha. Instagramda 12 kilogramm. 4 yoshli farzandim 12 kilogramm deb qo'yibdilar. Nima qilsam ekan? Samirtirish uchun nima qilayin shuni degan savol bor. Lekin men agar o'zim ham o'zimga qo'yib bersa xavotir olmanglar degan bo'lar edim, chunki o'zim farzandlarim shunday bo'lgan. Va bu meni shunday o'ylashim o'rinlimi? Endi bu narsa agar bolani o'zi hozir aytib o'tganimizdek holati normal holatda bo'lsa, bu meni farzandim tengqurlarga nisbatan kichik, jussasi kichik yoki boshqa degan tushuncha bu xato. Bu tushuncha. Nasliy faktor ham rol o'ynaydi bu yerda. To'g'ri. Nasliy faktor, ya'ni ota-onaning holati. Ota-onaning holati, yoshligida qanaqa bo'lganligi ko'rinishi. Shunga yaqin holat. Shu biz o'zbeklarda shu farzandlar shu do'mboq bo'lishi kerak degan tushuncha bor. Bu narsa xato. Xato tushuncha. Xato. Ana, hech xavotir olmanglar, farzandlaringiz ozg'in bo'lsa, Xudo xolasa semiradi. Endi bir dolzarb savollarimizdan biri, ya'ni shu. Ko'p kelgan. Nimaga kerak o'zi emlash? Shartmi o'zi emlash? Men farzandimda hamma narsa joyida, hech qanday bezovtaliklari yo'q, sog'lom. Lekin men emlash olishni xohlamayapman. Bu o'zi majburiymi degan savol qayta-qayta kelgan. Bu emlashlarni olish inson o'zi salomatligini tiklash uchun o'zi kurashib bilmaydigan kasalliklarga qarshi organizmni himoya qilish, qalqon desak ham bo'ladi bu narsa. Asossiz ravishda o'zi bolaning salomatligi joyida bo'lib turib, asossiz ravishda emlashlarni olmaslik xato narsa. Xato narsa. Olish kerak vaqtida. Emlashlarni olish kerak, chunki hozirgi kunda kuzatilib turgan epidemik jarayon bor. Hozirgi kunda kasalliklar va o'zi avval biza oldini olib keltirgan kasalliklarimiz hozir yana kuchayib turibdi. Shuning kasalliklarni ham tashuvchisi bo'lmaslik uchun yoki o'zida og'ir asoratlarni kechirmaslik uchun biz emlashlarni olishimiz majbur. Masalan, qizamiqqa qarshi emlash bor. Shu agar bolada og'irroq kechadimi agar u emlashni olmagan bo'lsa, qizamiqqa qarshi qizamiq kasali olmagan bo'lsa, og'irroq kechadi u kasallik. Yengib o'tish bosqichi og'ir bo'ladi. Normal holatda 5-7 kunda tuzalish davri bo'lsa, 14 kundan 20 kungacha davom etishi mumkin. Agar olmagan holda. Emlashni olmagan bo'lsa. Ana tushunarli. Demak, shunda olish kerak. Vaqt davomiylik uzayishi, davolanish davomiylik uzayishi mumkin. Yoki tuzalish davri uzayishi mumkin desak. Keyin yana xalq orasida ko'p uchraydigan savollardan biri va chaqaloqlarda ko'p uchraydigan xorazmchasini aytganda chilla, ya'ni turli xil teridagi dermatit holatlarida, ekzema holatlarida emlash mumkinmi? Yaxshi savol. Endi bu chilla yuzimizda chiqadi toshmalari bo'lishi mumkin bo'lgan, xalq tilida aytsak toshmalar bo'lishi mumkin. Bu normal ko'pgina holatlarda normal holat bo'ladi. Bu emlashga qarshi ko'rsatma bo'lmaydi. Agar ekzema yoki shunga o'xshash boshqa atopik dermatitlar, boshqa kasalliklar bo'lsa, bular ham vaqtinchalik emlashga qarshi ko'rsatma bo'ladi. Davo muolajalari qilingandan keyin ular yana bemalol olishlari mumkin bo'ladi. Emlashlarni olishlari mumkin bo'ladi. Chilla o'zi bizga kechirgan holatimiz bu normal holatda 6 oylikdan yoki 1 yoshgacha bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Lekin bu emlashlarni olishga qarshi ko'rsatma bo'lmaydi. Tushunarli, rahmat. Shunday qilib, bugun sizlarga emlash haqida qisqacha va lo'nda ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Xudo xolasa keyingi efirlarimizda sizlar uchun yanada boshqa kasalliklar haqida batafsilroq yoritishga harakat qilamiz va siz hozir kommentariyalarda qaysi kasalliklar haqida ma'lumotlar bilishni istaysiz, qaysi vrachlarimizni demak loyihamizga taklif qilishni xohlaysiz, shular haqida fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar biz xursand bo'lamiz. O'ylaymizki bugungi efirimiz ham sizlar uchun manfaatli bo'ldi va biz shifokorimiz Bekzodbekka katta rahmat deb qolamiz. Xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan suhbatingiz va ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Katta rahmat siz ham taklif etishni hurmat uchun. Shuning xalqimizga manfaatli bo'lgan loyihalardan, ko'rsatuv va o'xshagan narsalardan
to'xtatmasligingizni tilayman, charchamasligingizni tilayman. Sog' salomat bo'lasiz. Rahmat katta. Bu oxirgisi emas albatta, hali sizni ko'p bezovta qilamiz. Shu yerda sizni ko'p kutib qolamiz. Xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan suhbatlarda. Hammaga rahmat. Fikrlaringizni albatta kommentariyalarda